Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan kitob tavsiyalarini boshlagandik va bundan oldingi videolarda ikkita kitobning tavsiyasi bo'lgan edi. Inshaalloh mana bugun Chunki sen Allohsan kitobini tavsiyasi unaqa cho'zib yubormaslikka harakat qilaman va bu kitobni nimaga aynan o'qishingiz kerakligi haqida qisqa va ro'nda tushuntirib berishga harakat qilaman. Chunki sen Allohsan kitobini boshqa kitoblarni hali o'qimadim, chunki olib kelish imkoni bo'lmadi hali. Inshaalloh qolgan kitoblarni ham olib keltirib, ularni ham o'qib, ular haqida ham nima bo'ladi, tavsiyalarimni berishga harakat qilaman. Xo'p, demak, bugungisi Chunki sen Allohsan. Ko'k ko'rinishi bundan bunaqa nima deydi, belgilashda qilganman va bu kitobni nimaga yaxshi ko'rishimning sababini hozir bunday darajasidan kelib chiqib aytaman. Aslida o'zi bilasizlar, menda shunaqa holat bo'lgan. O'zi bu kitobni o'qishimga sabab nima bo'lgan? Bu kitobni o'qishimga sabab shunaqa bo'lganki, o'sha paytda ayni o'qishni boshlagan paytimda hamma yoqda, ya'ni Instagramda ham, Telegramda ham, kurslarda, har qanday joyda Allohning go'zal ismlari bilan duo qiling, nima deydi, unaqa mo'jiza bo'ladi, unaqa o'qing, bunaqa o'qing, ana bo'ladi-yu, har xil texnikalar, nimadirlar chiqib ketgan payt edi va shunaqa bo'ldi. Qanaqadir qalbimda bilmadim, ularga nisbatan endi nima desa bo'ladi, tushunarsiz vaziyat bo'ldi. Tushunolmadim o'sha narsalarni, texnikalarni, nimaga texnika deb nomlanishi kerak, nimaga unaqa deyish kerak, nimaga degan savollar juda ham ko'p bo'lib ketdi. Nima texnikasiz qilib bo'lmaydimi? Shunchaki aytaylik, Allohning ismlarini masalan aytaylik, shuni ochib, telefonlarimizda ham bor, shuni ochib duo qilib o'zimiz misol uchun ichimizdan, qalbimizdan so'rasak bo'lmaydimi? Uni albatta nima deydi, atom varolaga yozing, unaqa ko'rinishda yozing, bunaqa ko'rinishda yozing, bunaqa deb yozing, unaqa yozing degan texnikalar juda ham ko'p chiqib ketdi. Va qanaqadir qalbimda bilmadim, unaqa texnikalarga ishonch yoki aytaylik ixlos paydo bo'lmadi va Allohning ismlarini boshqacha tarafdan qanaqadir har birini ma'nosini tushunib o'rganishni xohladim va ma'nosini anglashni xohladim. Shu bilan keyin bu kitobni sotib olganim esimda ham yo'q edi. Bu kitobim borligi esimda ham yo'q edi. Chunki bu kitobni shunchaki magazinga kirganman, ya'ni kitob do'koniga kirganman va yaxshi kitoblardan bering deb olgan bo'lasiz-ku, shunaqa kitobim bo'lganda. Va nima deydi, unaqa chuqurlashib, ayni mana shu kitob uchun borib, ayni mana shu kitobni sotib olaman deb olmaganman-da. O'zi aslida ko'p kitoblarim shunaqa, ayni mana shu kitobni sotib olaman deb olmayman. Balki qanaqadir nima desa bo'ladi, o'zi o'sha kitoblarim, ko'p kitoblarim qalbimga o'sha paytida kerak bo'ladi-yu, bilasizmi? O'sha holatingizda qaysidir ma'lumot, qaysidir duo, qaysidir hadis, qaysidir anglash kerak bo'ladi va o'sha narsani kitob orqali olishni nima desa bo'ladi, odat bo'lib qolganman-da. Shunaqa kitob orqali o'sha narsa yetib keladi, misol uchun anglash. Va shulardan bittasi aynan mana shu kitob bo'lgan. Bu kitobni olganimdan keyin ham taxminan mana men bir skartlarni aytganimdagi olganimdan 1 yildan keyin, undan ham ko'proq bo'lsa kerak, balki keyinroq o'qiganman. Va boshida qanaqadir mana birinchi betlarni o'qiganman-da, o'rtacha 20 ta bet o'qiganman, 20 betcha o'qiganman-da. Buni qarab, shu bilan tashlab qo'yganman. Keyin yana o'sha ayni texnikalar chiqib ketgan payti bo'lgan, mana shunaqa kitobim bor edi deb ko'rib qolganman, yana qaytib esim kelib qolgan. Keyin mana shu kitobni olib o'qishni boshlaganman. Boshqatdan yana boshdan o'qiganman. Ya'ni mana shu joyga keluvdim deb belgilab qo'ygan bo'lganman-da, mana shu joyga keluvdim deb yana o'sha emasda boshidan xayolimni joyiga qo'yib, tinchlikda, xotirjamlikda o'qishni boshlaganman. Va birinchi betidagi birinchi ism bu yoqda kitobda aynan As-Somad, behojat zot. Ikkinchi ism Al-Hafiz. Uchinchi ism Al-Latif va to'rtinchi ism Ash-Shofi, Al-Vakil, Ash-Shakur, Al-Jabbor, Al-Hodi, Al-G'ofur, Al-Qorib ismlari bo'lgan. Va aynan mana shu ismlarning har bittasini sabablarini, misol uchun ma'nolarini, tushunishlarini yozilgan bo'lgan va mana shu kitob keyin menga qalbimda qanaqadir boshqacha nima desa bo'ladi, nur bo'lgan, ziyo bo'lgan va sababchi bo'lgan. Bu kitob aynan shu Allohning ismlarini tushunishimga va aynan keyingi nima desa bo'ladi, keyingi boshqa yana Allohning boshqa ismlarini ham internetdan qidirib, ularni keyin o'qishimga sababchi bo'lgan. Shuning uchun bu kitobni aynan hozirgi holatingizda agar Allohni tanishni xohlayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu kitobni o'qishni yoki agar imkoningiz bo'lmasa to'g'ri sotib olib o'qishga eshitishni tavsiya qilaman. Chunki sen Allohsan kitobi
har bir musulmon o'qishi shart bo'lgan kitoblardan bittasi. Inshaalloh keyingi videoyimizda sizlar bilan halol kasb hunar qutbariga keltirar kitobini davom ettiramiz. Tavsiyasini inshaalloh beraman.